Xabaringiz bor, 24-may kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani Madaniyat saroyida katta shou konsert tashkil etilgan. Ushbu konsert dasturimiz esda qolarli va unutilmas lahzalarga boy bo'lishi uchun Ishonch savdo majmuasi bilan birgalikda hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Ishonch savdo majmuamiz 3 yoshga to'lgani munosabati bilan Nurobod aholisi uchun ajoyib sovg'alarni tayyorlab qo'yganmiz. Tadbir davomida qimmatbaho sovg'alar, maxsus aksiyalar va eng muhimi 30% voucherlarni qo'lga kiritasiz. Konsert dasturimizda esa elimiz ardog'idagi ijodkorlar mehmon bo'lishadi. Estradamizning yorqin vakillaridan biri Boburbek Arabbayev, Ulug'bek Kapur hamda Nurobodning sevimli xonandasiga aylangan ijodkor Bekzod Berduqulov, qolaversa mahoratli va iste'dodli so'z ustasi Nodir qizi ham tashrif buyuradi. Hurmatli nurobodliklar, siz konsert dasturimizda ishtirok etib nafaqat ajoyib kuy-qo'shiqlardan bahramand bo'lasiz, balki ajoyib sovg'alarga ham ega bo'lasiz. Chiptalarni esa quyidagi raqamlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Barchangizni unutilmas kechaga taklif etamiz.